Biogen element. Biogen element deyilganda tirik organizmlar tarkibidagi mavjud elementlar tushuniladi. Ya'ni bilamizki, Mendeleyev davriy sistemasida, elementlar davriy sistemasida 109 ta, ba'zi bir davriy sistemalarda 118 ta element tasvirlangan. Mana shu 118 ta element deylik, bularning barchasi inson tanasida mavjud emas. Bu elementlarning barchasi ham organizmlar tarkibida uchramaydi. Shulardan 70 ga yaqini tirik organizm tarkibida uchrovchi elementlardir. Biz bu elementlarni biogen elementlar deb ataymiz. Ya'ni tirik organizmlar tarkibidagi mavjud elementlar. Demak, biogen elementlar organizmdagi miqdoriga ko'ra ikkita guruhga, makro elementlar va mikro elementlarga bo'linadi. Makro element deyilganda organizmda miqdor jihatdan ko'proq bo'lgan elementlar tushuniladi. Bular quyidagi: uglerod, kislorod, vodorod, azot, fosfor, oltin gugurt, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, temir va xlor elementlari bo'lsa, mikro elementlar esa bular rux, mis, yod, ftor, kobalt, molibden, xrom, marganiz va bor kabi elementlar va boshqa elementlardir. Bu elementlardan 4 tasi, ya'ni vodorod, kislorod, uglerod, azot. Bu elementlar hujayraning 90%, ya'ni 98% tashkil qiladigan elementlardir. 1.9% esa qolgan makro elementlar: fosfor, oltin gugurt, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, xlor, temir tashkil qilsa, 0.2% esa mikro elementlar tashkil etadi. Mikro elementlar organizmda juda ham kam miqdorda bo'lishi bilan, lekin muhim ahamiyatga ega. Masalan, ba'zi bir elementlarning organizmdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Natriy, kaliy, xlor bular hujayra membranalarining qo'zg'aluvchanligini va membrana orqali moddalarning o'tkazilishini ta'minlab beradigan elementlar hisoblanadi. Kalsiy va fosfor esa suyak to'qimasi tarkibida uchraydi. Kalsiy undan tashqari qonning normal ivishida va muskul to'qimasini qisqarish jarayonlarida ishtirok etadi. Temir esa eritrositlar tarkibidagi gemoglobin oqsiliga tarkibiga kirib, organizmda kislorodning to'qimalarga olib borilish jarayonida ishtirok etadi. Magniy xlorofil pigmenti tarkibida, undan tashqari ko'plab biologik katalizatorlar tarkibida uchrab, biokimyoviy reaksiyalarni 10 ming, 100 ming, hatto million martalab tezlashtirib beradi. Yod qalqonsimon bez tarkibidagi tiroksin gormonida uchraydi va tiroksin gormonining asosiy 65%ni yod elementi tashkil qiladi. Rux DNA polimeraza fermenti tarkibida, undan tashqari insulin gormoni tarkibida uchraydi va jinsiy gormonlarning faolligini oshirib beradigan element hisoblanadi. Kobalt esa vitamin B12, ya'ni siyanokobalamin tarkibiga kirib, organizmda qon hosil bo'lish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, ba'zi bir kimyoviy elementlarning xossalari bilan, organizmdagi ahamiyati bilan tanishib chiqdik. Suv eng yaxshi erituvchi. Nima uchun suv eng yaxshi erituvchi? Buning sababi 3 ta. Molekulasi juda ham kichkina, vodorod bog'iga ega ekanligi va molekulasining qutblanganligi. Suvning molekulasi juda ham kichik bo'lib, juda ham kichkina bo'lganligi sababli oddiy kimyoviy bog'larni uzish xususiyatiga ega bo'ladi. Va undan tashqari suvda vodorod bog'i bor. Bitta suv molekulasi o'zining atrofida boshqa bir 4 ta suv molekulasi bilan bog'langanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bitta suv o'zidan tashqari 4 ta suvni yonida tutib turadi. Bu suvdagi vodorod bog'lar hisobiga bo'ladi. Suv molekulasining qutblanganligi, ya'ni zaryadning notekis taqsimlanishidir. Suv molekulasida molekulaning ma'lum bir tomoni musbat, kuchsiz musbat, ma'lum bir tomon kuchsiz manfiy zaryadga ega bo'ladi. Bu dipol, ya'ni molekulada zaryadning notekis taqsimlanishi deb ataladi. Mana shu sabablardan suv eng yaxshi erituvchi hisoblanadi. Suv tish emal tarkibida 10%, ko'p hujayrali organizmlarda 80%, o'simliklarda 90% va tez rivojlanayotgan o'sib borishi jadal organizmlarda esa 95% gacha uchraydi. Demak, bu suv organizmning yoshiga qarab ham har xil miqdorlarda bo'lar ekan. Biomolekulalar. Biomolekula deyilganda inson tanasidagi mavjud organik molekulalar tushuniladi. Ya'ni shu ekraningizda ko'rinib turgan lipid, oqsil, uglevod va nukleik kislotlar. Bular biomolekulalardir. Organik moddalarning barchasi ham inson tanasida mavjud emas. Masalan, keling aytaylik,
alkanlar, masalan benzin, kerosin yoki polietilen inson tanasida mavjud emas, lekin ular ham organik modda. Ya'ni biomolekula deganda keling tushunamiz. Inson tanasida, tirik organizmlar tanasida mavjud bo'lgan organik molekulalar tushuniladi. Biomolekulalar inson tanasining o'rtacha 20-30% tashkil qiladi. Biomolekulalarning uchtasi oqsil, uglevod va nuklein kislotalar polimer moddalar hisoblanadi. Polimer deyilganda ko'plab kichik qismlardan, ya'ni monomerlardan tashkil topgan moddalar tushuniladi. Demak, monomerlar qo'shilib polimerlarni hosil qiladi. Polimerlarning ikkita turi: gamma polimerlar va heteropolimerlar farqlanadi. Gamma polimer deyilganda bir xil monomerdan tashkil topgan moddalar. Masalan, bitta A harf, bitta monomerni tasavvur qilsak, bu A'lar o'zaro bir-biri bilan qo'shilib yuqori molekulali modda polimerni hosil qiladi. Demak, gamma polimerlar bir xil monomerlardan tashkil topgan moddalar bo'lib, bularga uglevodlar, ya'ni polisaxarid, kraxmal, selluloza, glikogen kabi moddalar misol bo'la oladi. Heteropolimerlar esa har xil monomerlardan tashkil topgan. Misol tariqasida har bir harfni bitta monomer deb tasavvur qilsangiz, bu yerda A monomer, B monomer, S monomer, D monomerlar ishtirok etyapti. Demakki, har xil monomerlar o'zaro qo'shilib yuqori molekulali polimerlarni hosil qiladi. Bunday polimerlar heteropolimer deyiladi. Bular oqsillar va nuklein kislotalar. Oqsillar 20 xil amino kislotadan hosil bo'lgan bo'lsa, nuklein kislotalar esa 4 xil nukleotidning kombinatsiyasidan hosil bo'lgan. Xo'p, birinchi polimer moddamiz bu uglevodlardir. Uglevod so'zi suv va uglerodning qo'shilmasidan hosil bo'lgan modda degan ma'noni bildiradi. Chunki uglevodlarning umumiy formasiga e'tibor qarasak, xuddiki suv va uglerodni biriktirib qo'ygandek ko'rinishdagi birikmalar hisoblanadi. Uglevodlar hayvon hujayralarida juda ham kam miqdorda, 1-2%, muskul va jigar to'qimalarida 5% gacha bo'lishi mumkin, glikogen to'plangan holatda. O'simlik hujayralarida ko'proq miqdorda, masalan, paxta tolasida 95% gacha quruq sellyuloza, ya'ni uglevod bo'ladi. Uglevodlarning tasnifiga e'tibor beramiz. Uglevodlar oddiy murakkab yoki bo'lmasa monosaxarid, disaxarid va polisaxaridlarga bo'linadi. Monosaxaridlar, ya'ni bitta uglevoddan tashkil topgan moddalar. Disaxaridlar ikkita monosaxaridning qo'shilishidan tashkil topadi. Endi ko'plab monosaxaridlar qo'shilsa polisaxarid hosil bo'ladi. Demak, monosaxaridlarning nomlanishiga e'tibor bering. Ularni nomlashda biz, ya'ni monosaxarid nomlashda uglerod soniga e'tibor beramiz. Agar uglevodning tarkibida uglerod soni 3 ta bo'lsa, bu trioza deyiladi. Ya'ni C3H6O3 kabi moddalar triozalar deyiladi. Yoki uglerod soni 4 ta bo'lsa, tetroza. Uglerod soni 5 ta bo'lsa, pentoza. Uglerod soni 6 ta bo'lsa, geksozalar deb ataladi. Masalan, geksozalarga glyukoza, qand shakari yoki fruktoza, meva shakari ham deb ataymiz. Galaktozalar, ya'ni sut shakarlari misol bo'la oladi. Ya'ni ular tarkibida 6 ta uglerod bor. Pentozalarga esa dezoksiriboza va ribozalar misol bo'ladi. Disaxaridlar ikkita monosaxaridning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Saxaroza, maltoza va laktoza. Saxaroza yozib oling, glyukoza va fruktozaning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Ya'ni ikkita monosaxariddan. Maltoza ikkita glyukozaning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Laktoza esa glyukoza va galaktozaning qo'shilishidan hosil bo'lgan disaxariddir. Demak, yozib oldingiz degan umiddaman. Polisaxaridlar, bularga kraxmal, glikogen, selluloza, murin, pektin, xitin va geparin kabi moddalarimiz misol bo'la oladi. Bular yuqori molekulali uglevodlar, ya'ni polisaxaridlardir. Uglevodlar tirik organizmlarda qanday vazifalarni bajaradi? Ularning ichida eng muhimi bu energetik funksiya. Energetik funksiya deyilganda 1 gram uglevod parchalanganda 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoul energiya ajralib chiqadi. Qurilish funksiyasi. Uglevodlar o'simliklarning qobig'ida bo'ladi. Selluloza bakteriyalarning qobig'ida bo'ladi. Murin, ko'kar sutlarning qobig'ida bo'ladi. Pektin,
zamburug'larning qobig'ida bo'ladi yoki bo'g'imoyoqlilarning tashqi skelettida bo'ladi xitin. Ya'ni organizmlarda hujayraning qobig'ini hosil qilishda ishtirok etadi. Bu qurilish funksiyasidir. Navbatdagi funksiya zaxira funksiyasi. O'simliklar tarkibida kraxmal to'planadi. Hayvon hujayralarida esa glikogen to'planadi. Bu demak zaxira funksiyasi va himoya funksiyasi. Masalan, geparin jigarda ishlab chiqariladi va qon irishiga qarshi modda hisoblanib, qonning inson tanasida, umuman tirik organizm tanasida quyilib qolishini oldini oladigan moddadir. Geparin demak himoya funksiyasini bajaradi. Bu uglevodlarning qisqacha ma'lum bir funksiyalari edi. Endi navbat lipidlar. Lipidlar ular ham organik modda hisoblanib, lekin polimer tuzilishga ega emas, ya'ni monomerlarga ajralmaydi va suvda erimaydigan moddalardir. Lipidlar tasnifi oddiy va murakkab bo'ladi. Oddiy lipidlar neytral lipidlar va mumlarga ajralsa, murakkab lipidlar esa nima uchun murakkab deyiladi? Sababi murakkab lipidlar lipidga boshqa bir moddani qo'shishdan hosil bo'lgan lipidlardir. Masalan, glikolipid. Lipid bor, unga uglevodni qo'shyapmiz, hosil bo'lgan moddani esa glikolipid deymiz. Ya'ni bu murakkab lipiddir. Keyingisi fosfolipidlar. Lipidlarga fosfor organik moddalarning qo'shilishidan hosil bo'ladigan modda bo'lib, fosfolipidlar hujayralarda plazmatik membranani hosil qilishda ishtirok etadigan modda hisoblanib, ikki qavatli fosfolipid membranani hosil qiladi. Lipoproteinlar lipidlarga oqsillarning qo'shilishidan hosil bo'lgan modda bo'lib, ular ham hujayra membranasi tarkibida va sitoplazmada uchraydi. Steroidlar ular yuqori molekulyarli lipidlar bo'lib, ularga nimalar kiradi? Masalan, ba'zi vitaminlar, A vitamin, D, E, K vitaminlar steroidlar hisoblanadi. Undan tashqari jinsiy gormonlar, testosteron, androgen, estrogen kabi gormonlar va yana yurak usti bezining postloq qismidan chiqadigan glukokortikoid, mineralokortikoid va androgen, estrogen kabi gormonlar ham steroid hisoblanadi va xolesterinlar, o't pigmentlar, bular ham steroid moddalar bo'lib, murakkab lipidlarga kiradi. Xo'p, demak oddiy lipidlarni ko'rib turibsiz, ikkiga bo'ldik, neytral lipid va mumga. Neytral lipidlar yog' va moylar bo'ladi. Yog'lar bu hayvonlardagi neytral lipid bo'lsa, moylar o'simliklardagi. Yog'lar odatda qattiq bo'ladi. Bitta baliq yog'lari istisno, suyuq holatda bo'ladi. Moylar esa suyuq bo'ladi, lekin palma yog'i, ya'ni palma moyi qattiq holatda bo'ladi. Lekin odatda boshqa o'simlik moylar suyuq holatda bo'ladi. Neytral lipidlar glitserin va 3 ta yog' kislotasidan hosil bo'ladi. Mumlar esa bitta yuqori molekulyarli spirt bilan bitta yuqori molekulyarli yog' kislotalarining birikishidan hosil bo'lgan moddalar bo'lib, lipidlar organizmlarda, ya'ni suv yuqtirmaslik uchun muhim modda hisoblanadi va ba'zi bir hayvonlar, masalan asalarilar, lipidlardan yog' qurish maqsadida ham foydalaniladi. Demak, lipidlarni umumiy tasniflab oldik. Masalan, lipidlarning o'simlik tanasida uchrashi o'simlikning turiga bog'liq. Ba'zi o'simliklarda lipid to'planadi. Masalan, kungaboqar, g'o'za, maxsar, soya kabi o'simliklarimizda mevasida, urug'ida ko'p miqdorda yog'lar to'planadi, ya'ni moylar. Hayvon hujayralaridagi lipidlar 5% dan 15% gacha bo'ladi. Yog' to'qimasida esa 90% gacha bo'ladi. Xo'p, lipidlarning birinchi vazifasi energetik. Ya'ni 1 gram lipid parchalanganda juda ham katta miqdorda 9,3 kilokaloriya yoki 38,9 kilojol energiya chiqadi. Bu degani lipidning energiyasi uglevod energiyasidan 1,5-2 marta ko'p degani. Bu eng muhim funksiyalardan biri. Qurilish funksiyasi. Yuqorida aytib o'tdik, fosfolipidlar, lipoproteinlar hujayra plazmatik membranasini hosil qilish jarayonida ishtirok etadi dedik. Bu navbatda ikkinchi funksiya. Uchinchi funksiya zaxira. Lipidlar ham zaxira sifatida to'planib turar ekan, qayerda? Teri osti yog' qavatida to'planadi va lipidlar energiya parchalanib suvga va energiyaga aylanadi. Bu suvdan cho'l hayvonlar, masalan tuyalar, tananing suvsizligidan oldini olishda saqlaydi. 1 kilogramm lipid parchalanganda 1,1 litr metabolik suv hosil bo'ladi. Va himoya funksiyasi. Himoya deyilganda lipidlar terini kimyoviy, mexanik ta'sirlardan, issiqlik ta'sirlaridan, elektr ta'sirlaridan himoya qiladi va teriga elastiklik funksiyalarini beradi. Bu lipidlarning himoya funksiyasidir.